Mana nima uchun mashinani tor ko'chaga tiqib qo'yish kerak emas, belgilanmagan joyga. Kuni kecha Chilonzor tumanida joylashgan aynan mana shu Beshqo'rg'on bozorida dahshatli yong'in sodir bo'ldi. Ikkita balani ko'zimiz bilan ko'rdik, talafot ko'rdik o'sha bolalarim. Mashina ham yonib ketibdi, qizlar buni qarang. Pojarnilarga ham rahmat, lekin menimda insofsizlik juda ko'p. Aniqlik kiritilishicha, kecha 5-aprel kuni soat 15:56 larda Toshkent shahar Chilonzor tumani Toshkent katta xalq avtomobil yo'li ko'chasida joylashgan Beshqo'rg'on bozorida do'kon yonayotganligi to'g'risida xabar kelib tushgan. Bozorni yong'indan keyingi hozirgi holati o'zingiz ko'rib guvohi bo'lib turibsiz. Hozirda tergov jarayonlari ketayotganligi sababli afsuski bizni ichkariga qo'yishmadi. Yong'in chiqdi, yong'inni biza faqat shu mana shu yerda turib kuzatdik, o'zimiz ham dokumentlarni olib chiqib mashinaga qo'ydik, bo'ldi. Boshqa narsani hech ham iloji yo'q, gapirib berishga ham hamma tutun, hamma talfasa, hamma o'zining joni bilan, kimdir moli bilan dahshatli juda. Kirolmadi umuman. Uyingizga ziyon yetmadi? Yo'q, hech ham ziyon ko'rmadik, hech qanday bu yoqqa o'tishga yo'l qo'yishmadi. Hamma kelib yordam berishdi. Sog' bo'lishsin, o't o'chiruvchilarga kattakon rahmat. Ikkita balani ko'zimiz bilan ko'rdik, talafot ko'rdik o'sha bolalarim. Rosa vohimali bo'ldi. Uyimizga o'tib ketishga ozgincha qoldi. Shuncha xonadon yashaymiz, mana pojarni o'tmadi men bittan. Nima chiqarib tashlashganmiz? Buni yonishni straxovka qilib olib chiqishdi tashqariga. Ehtiyotni olib yonib ketmasin deb. O'tib ketmadi. Chunki buni shuni orqasi yonganda, bozor yongan orqada. Yong'in chiqqan vaziyatni ko'rib qolmadinglar? Yo'q, yong'in chiqqan vaziyatni hech kim ko'rmagan. Mana nima uchun mashinani tor ko'chaga tiqib qo'yish kerak emas, belgilanmagan joyga. Bo'lmasa mana nima ahvol bo'lishi mumkin mana va amalda ko'rishingiz mumkin. Bozor hududining 8000 kvadrat metri yonib zararlandi. 3000 kvadrat metrga yaqin maydon yong'indan saqlab qolindi va shu bilan bir qatorda qutqaruvchilarimizning tezkor harakati natijasida avtomobil yoqilg'i shoxobchasi 5 qavatli avtoturargoh ham yong'indan saqlab qolindi. Hozirda yong'in sababi keltirilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda va surishtiruv olib borilmoqda. Hammasi yugurdi, baraka topsin. Hech qachon bunaqa yong'in, bunaqa hodisa bo'lmasin. Qizim hech kimning boshiga tushmasin. Yong'inni 18:18 da to'liq o'chirildi yong'in. Asosiysi hodisa natijasida hech kimga tan jarohati yetmagan. Hozirda surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.